shahrida morojniga assortiment eng katta bo'lgan Ice Cream City'ga biz keldik. Sizlarga hozir buni joylashuvini tushuntirib o'taman. Hurmatli mijozlar, qaranglar. Anor bank yonida mana ko'rishingiz mumkin joylashgan. Yana ham osonroq qilib tushuntiraman. Monika chorrahadan shunaqa kirib kelishda yo'lni bu betida joylashgan bo'ladi. Hozir sizlarga skidkaga tushgan morojnilar bor ekan. Hammasini obzorini qilib beraman. Уже kelishimizga tayyorlab qo'yishgan. Ko'rishingiz mumkin. Assortiment juda ham katta. Hamma xolodilniklar to'la. Hozir narxlar bilan tanishtirib o'taman. Bilasizlar, mana bu morojnilar anchagina trendga chiqqanda oldinlari 35 ming, 30 ming so'mdan kam sotilmagan. Bu yerda hozir shunaqa shaftoli, mango, mana ko'rishingiz mumkin, har xil mevalardan bor. Bularning narxini hozirda 25 ming so'mga qilib qo'yishgan. Hurmatli mijozlar, bemalol zakaz qilib olishingiz mumkin va undan tashqari mana ko'rishingiz mumkin, shu turdagi morojnilardan ham keltirib qo'yishgan. Ichida har xil mevalar bor. Malina deysizmi yoki bo'lmasa smorozina deysizmi, gilos deysizmi, har xillardan bor. Bu narxini 120 ming so'mdan qilib qo'yishgan. Mana bu morojnilar bilasizlar, o'tgan yillari 65 ming, 70 ming so'mdan kam sotilmagan. Ice Cream City'da bemalol buni 60 ming so'mga xarid qilib ketaverasizlar. Qaranglar, qanaqa zo'r sotadigan. Hammasi bular Xitoy original mahsuloti, Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri eksport qilinadi va undan tashqari mana ko'rishingiz mumkin, shu turdagi morojnilarimizdan ham keltirib qo'yganlar juda ham zo'r. Bunga ham har xil turdagi mevalar bor. Narxi keladigan bo'lsak, bu morojnining narxi 70 ming so'mdan chiqarib qo'yishgan. Qaranglar, juda ham zo'r. Va undan tashqari bu yoqda bu trenddagi morojnilarimizni bu variantlardan ham ananas va uzumli variantlardan ham keltirib qo'yishgan. Bu 23 ming so'mdan chiqqan. Qaranglar, assortiment sonlari juda ham ko'p. Har xil variantlardan bemalol do'koningizga xarid qilib ketaverasizlar. Va yana bir eslatib o'taman, ko'rishingiz mumkin, katta o'lchamdagi xolodilnikni sizlar bemalol olishingiz va uni ichini shu Ice Cream City o'zi to'ldirib berishini oldin ham aytib o'tganman mijozlarimiz. Bemalol qilishingiz mumkin. Mana shu yerdagi hamma xolodilniklar to'la. Assortiment juda ham katta.